Raisa. 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 Чохададжи. Только пули свистят по степи, только ветер гудит провода. Cheksiz bunaqa katta zdaniyalar, buni zdaniyalar ko'pi faktiski ishlamaydi. Ishlaydiganlari juda kam ekan. Nu bor. Nima sababdan bunaqa? Shaharni asosan o'sha jahon chempionatiga tayyorlashgan. Shahardan o'zimga yana qiziqqan narsam, mana chiroqlar bilan освещение berib qo'yishgan. Daraxt o'zini katta daraxt emas, kichkina dekorativ daraxtlar. Shunaqa atmosfera berib qo'ysa zdaniya oldiga, shu ham juda qiziq chiqadi. Lekin juda issiq bo'lishiga qaramasdan, ko'p narsa ko'p turibdi. Qurib qolmagan chiqadi. Temirdan qilingan forma. Buni orasida shlanka bor ekan, tomchilatib sug'orib turar ekan bu. Yana bitta malaklik uniformadan bittasi. Bizda o'tiradigan skameykalarimiz. Bu ham quyma, usti shlifovka qilingan, обработка qilingan. Ko'rgan bo'lsa sal mana kirgan chiqqan joylar bor. Juda ideal emas, lekin tashqaridan qarab bitta qaraganda juda zo'r narsa. Bu ko'chadagi asosiy talbani yechimi. Bionika. Ko'rgan bo'lsanglar, просто bitta chiroqni o'zi emas. Mana buni yonida mayda-mayda chiroqchalar qo'yib chiqqan har bitta bayni yoritadigan qilib, palmani eslatadi, lekin o'zi talba ko'chani yoritadi. Shaharda lekin zdaniyalarni ekib tashlagan ekan juda ham ko'p. Mana shu zdaniya piramid tavorga bir 1,5 ta kelsa kerak.